Och qoringa ichilgan kofe xavotir, trevogani oshirib yuboradi va asab tizimini charchatadi. Tongingizni birinchi bo'lib kofedan boshlab, uyg'onyapman, tetkilashyapman deb o'ylayapsizmi? Aslida esa siz miyangizni doimiy xavotirda yashashga o'rgatyapsiz. Tongi soat 6 dan 9 gacha tabiiy ravishda kortizol bizda pikka chiqadi. Eng yuqori ko'rsatkichda bo'ladi. Agar och qoringa kofe ichsangiz, stress gormoni kortizolni yana ham oshirib yuborasiz. Natijada qonda shakar miqdori tez ko'tarilib tushadi va sizda asabiylik, tashvish, charchoq kuzatiladi. Ayniqsa ayollarda kortizol gormonlarni balansiga, qalqonsimon bezi faoliyatiga va asab tizimiga yomon ta'sir qiladi va ularni funksiyasi buzilishiga olib keladi. Bundan tashqari kofe oshqozon shirasi ajralishini kuchaytiradi va unda achishish, spazm, раздраженияларga sabab bo'lishi mumkin. Stressga chidamlilik, diqqat va uyqu buzilishi ko'pchilikda kuzatiladi. Bilasizmi nimaga? Chunki doimiy qahva ichganda inson magniy, temir, B guruhi vitaminlari kabi eng muhim ruhiyatni barqaror qiladigan elementlarni defitsiti uchraydi. Chunki kofe mana shu elementlarni hazm tizimida so'rilishiga to'sqinlik qiladi. Xo'sh, nima qilish kerak? Kofeni qachon va qanday qilib to'g'ri ichish kerak? Men preventiv vrach, psixiatr, psixoterapevt Gulhayo Komiliy kofe bo'yicha yozilgan to'liq instruksiya gaydimni sovg'a qilaman. Bunga ega bo'lish uchun kofe so'zini izohlarda yozib qoldiring.